Bir qator fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qilgan murojaatlari yuzasidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasida Urganch shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 1980-yilda Urganch shahrida tug'ilgan Rozmet Furkat Sultannazarovich va 1992-yilda Urganch tumanida tug'ilgan Avezov Azamat Rozimbayevich va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A, G bandlari, tuhmat, 165-moddasi 3-qismi A, V bandlari, tovlamachilik, 168-modda 4-qism A, V bandlari, firibgarlik, 198-moddasi 3-qismi ekinzorlarni, o'rmonlarni, daraxtlarni yoki boshqa o'simliklarni shikastlantirish yoxud nobud qilish, 228-moddasi 2-qismi B bandi